Xitoy qanaqa darajada rivojlanib ketgan deganlarga aynan mana shu videoni jo'natib qo'ying. Masalan, mana biz hozir Xitoyning Shanxay shahrida oddiy ko'chalarni birda ketamiz. Ko'pchilik bilsa kerak, Xitoyda eng mashhur xarita ilovasi bu Map hisoblanadi. Unda harakatlanish yo'llari nafaqat bo'laklarigacha aniq ko'rsatib qo'yilgan, balki svetofor chiroqlari necha soniyadan keyin qaysi rangga o'tishini ham smartfondagi ilova orqali, hattoki uydan chiqmasdan turib ham bemalol ko'rib nazorat qilib turishingiz mumkin bo'ladi. 3, 2, 1. Texnologiya. Voy. Gap yo'q, o'rtoqlar. Shunchalik ham aniqlik bo'ladimi? Qanaqadir tizimga ulangandir-da svetoforlari. Gap yo'q, mana qaranglar. Qayerga ketamiz? Texnologiya. Bu narsa esa o'z navbatida tirbandliklarni oldini olish, manzilgacha oson va tez, eng muhimi aniq qancha vaqtda yetib olish prognozini ko'rsatadi. Yashil yondi. Qiziqmi? Unda ilovani Telegramdagi Sayohat TV kanalidan hoziroq yuklab olib, siz ham sinab ko'ring. Shu bahona Telegram kanalga ham obuna bo'lib qo'yarsiz. Bu videoni esa Xitoyga borishni rejalashtirib yurgan tanishlarga jo'natib qo'ying.